Amaliyotimiz narkozsiz, og'riqsiz bo'ladi. Bemorimiz yotadi. Maxsus kateterlar bor. Demak, birinchi navbatda o'sha kateterlarni yurakgacha yetkazamiz va uni ichidan kuydiradigan, tekshiradigan simlarimiz bor. Mana bunaqa sim, ingichka 2-3 mm chiqadigan simlarimiz bo'ladi. O'sha simlar orqali yurakning ichiga kiramiz, joyini topib kuydiramiz. Shu bilan demak amaliyotlarimiz zamonaviy, kasalga kam zarari tegadigan amaliyotlar guruhiga kiradi. Demak, kateterimiz orqali yurakning ichiga kirdik va demak monitorga e'tibor berishinglar mumkin. Monitorda demak kontrast berib, klapanni ostidan chiqadigan joyini aniqladikda, demak aritmiya o'chog'i o'sha yerda joylashgan ekan va o'shani demak yaxshiroq qilib, chuqurroq qilib kuydirib qo'ydik. Natijada yurak ritmimiz bir xil bo'lib qoldi. Demak, oldin bizada to'xtab urib turardi. Hozir demak bir xil maromida yurak urishini ta'minladik. Endi nima qilamiz? Endi 20 minut davomida kuzatamiz. Effektimiz agar 20 minutda saqlansa, ya'ni bu nima degani? 20 minutda bir dona ham aritmiya chiqmasligi kerak. Agar bir dona ham aritmiya chiqsa, demak biz taxmin qilamiz, o'choq chala kuygan. Chala kuygan o'choqni oxirigacha borish kerak, oxirigacha kuydirish kerak. Agarda o'choq to'liq kuysa, aritmiya bir dona ham chiqmaydi va biz amaliyotni o'z liqosiga yetkazamiz. Faqat mana shu taqdirdagina 90-95% holatda kuydirgan o'chog'imiz bemorni boshqa hayoti davomida bezovta qilmaydi.